Futbolda hatto fizika va geometriya qonunlarini ham buzib yuborgan 3 nafar futbolchi bor desam ishonasizmi? Videoni o'tkazib yubormang, hozir aynan shu haqida aytib beraman. Demak, birinchisi bu Olivier Jiruning chayon uslubidagi mashhur goli. O'rganilgan tadqiqotlarga ko'ra, bu holatda tana balansi va zarba burchagi bir-biriga mos kelmaydi. Matematik tomondan qaraydigan bo'lsak, burchak, balandlik va to'pning trayektoriyasi o'zaro zid holatda. Ikkinchisi esa Roberto Carlosning Fransiya darvozasiga 35 metrlik jarimadan kiritgan mazkur goli. Bu gol haqida fan nima deydi? Zarba yo'nalishi boshida darvozadan 2 metr uzoqqa harakatlangan, ammo Magnus effekti sababli to'p oxirida ichkariga burilgan. Bu darajadagi egilish odamning ko'ziga illyuziya bo'lib ko'rinadi. Ko'pchilik fiziklar bu hodisani tabiat qonunlariga zid deb baholashadi. Va nihoyat oxirgisi, bu Lionel Messining 2007-yilgi Maradona uslubidagi goli. Bu gol haqida-chi fan nima deydi? Messi maydon yarmidan 6 nafar futbolchini aldab gol urgan bu epizodda Leo tezlikda to'p nazorati, dribling, muvozanat va tezlikni saqlashni bir vaqtning o'zida amalga oshirgan. Bu odam tanasi fiziologiyasiga zid hisoblanadi. Bunday harakatlar kombinatsiyasi tajriba sifatida ming marta sinab ko'rilgan va biror marta ham qayta uddasidan chiqilmagan.